Ba'zi proseslarni boshladik, mana Xudoyim yetkazganiga shukur, joyga yetib keldi aka. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah Andijondan Boburjon akamizga inshaalloh noldan boshlab videosentrgacha hamma hujjatlarni tayyorlab berdik. Videosentrga hujjatlarni navbatlarini oldik. Boburjon aka, kayfiyatlar yaxshimi aka? Charchamayapsizmi aka? Qalbingiz mazza qilyaptimi aka? Allohga shukur, shu kunlarga yetkazganiga shukur. Ixlos qilib kelganingiz mana Allohga shukur, noldan boshlab videosentrgacha hamma hujjatlarni tayyorlagandik. Alloh taolo mana rizqingizni qo'shib olsin degan ekan. Mana inshaalloh shu joygacha yetib keldik. O'zingizni ichingizdan nimalar o'tayotgan bo'lsa, qalbingizda qanaqangi bir taassurotlar bo'lsa, inshaalloh bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Shu ish jarayoni boshidan boshlab oxirigacha Jalolbek har bitta etapida o'zi yordam berib, har bitta ishlarni o'zi bajarib, yordam berib turdi, aloqada turdi, yo'l bo'lib qolgan, ishonchli odam. Men nomli akamiz, ukamiz, do'stlarimizni jo'natgani uchun shular orqali kelganman. Shular sababchi, Jalolbek sababchi bo'lib ishlarimiz yaxshi bo'lib ketdi. Xudo xolasa mana vizalarimiz keldi. Inshaalloh borib yana Xudo xolasa videolar qilib jo'natamiz. Inshaalloh. Boburjon akamdan oldin Andijondan Adash, Jalol akam bilan Lochin akamdan keyin O'lmas akamdan keyin Bobur akam eshitib bir-birlarini tortib zanjir bo'lib eshitib kelishgan edi. Mana Allohga shukur. Ba'zi proseslarni boshladik, mana Xudoyim yetkazganiga shukur, joyga yetib keldi aka. Inshaalloh har doim shunaqangi omadli, samimiy inson bo'lib yuring aka. Biz foydamiz tegandan xursandmiz. Sizga o'xshab qolgan sizdan keyingi boradigan mijozlarimizga ham inshaalloh akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimizga ham Alloh taolo vizalarni chiqishlarida bizni sabab chiqib qo'ysin inshaalloh. Har doim shunaqa inson bo'lib, yaxshi inson bo'lib yuring. Xudo xolasa vizalar chiqqandan keyin ham inshaalloh aeroportda Xudo xolasa turib ham kuzatayotganimda chiroyli videolar qilamiz inshaalloh. Kimga yangi vizalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Foydamiz tezda xursandmiz. Aka, kelgushlaringizda omad, Xudo xolasa inshaalloh videosentrda ham inshaalloh. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Kimga yangi vizalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Foydamiz tezda xursandmiz. Easy Visa, best of the best. Hammaga rahmat. İşinizi bitiradigan, ishlaringizni yurishtiradigan Alloh qul ekanmisiz? Tan olganmisiz shuni? Xotirjam bo'ling. Joningizni jabborga bermang. Sababini qilyapsizmi? Bugun bo'lmasa, ertaga albatta bo'ladi inshaalloh. Agar sizga yaxshiligi bo'lsa, o'sha harakat qilayotgan narsangizni oxiri sizga bir yaxshilik bo'lsa albatta bo'ladi. Bo'lmadimi demak, bu meni yaxshiligim emas deng. Tan bering, tavakkal qiling. Bizni qilgan rejalarimiz puxta bo'lmasligi mumkin. Lekin Alloh taolo reja qiladi, unda xatolik bo'lmaydi.